Audio Jungle. Audio Jungle. Problem. So what I represent for the Martinique. Hey, me now. Play the loop, play the loop and yo. Glad to be back. Hotter than the day and if you know say man no play. A Benz man drive, we no drive Chevrolet. Things no normal, we have we own airway. House a elevator, we no use stairway. 1 dozen gala where we get per day. Slim or fat, we no care where them stay. Martinique, gal them top the survey. Man clean, money black, that is a rose. Say me no love, me no play with people. Any boy feel like say him evil. He get a one out of the eagle. He get a one out of the eagle. Say me no love, me no play with people. Any boy feel like say him evil. He get a one out of the eagle. He get a one out of the eagle. Ichiban, this a one you have to play. The people don't know me a the boss DJ. From up in the session, mash up in the parkway. Flush it out, we dash it, touch it by the freeway. Sting like a beast. Maybe in the breeze from the West Indies. Yes, catch them a sneeze. Eyes from Avvalambor hammalarga assalomu alaykum. Mana shu birinchi liga taqdirlash marosimiga
tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Hurmatli vaqtinglarni ayamay mana shu taqdirlash marosimiga tashrif buyurganingiz uchun alohida o'zingizlarga kattakon rahmat va o'zingizlar uchun bir chiroyli qarsa chalib qo'ysanglar juda ham yaxshi ish bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Taqdirlash marosimini ochiq deb e'lon qilamiz. Bo'lmasam boshlaymiz. O'zingizlar ko'rdinglar, birinchi liga avgustdan boshlab to oktyabrgacha mana chiroyli birinchi ligani yakunlab oldik. Chiroyli boshladik-ku, mana chiroyli yakunladik. Orada ozgina shunaqa muammolar, ichki muammo bo'ldi-yu, ularni nima deydi, esdan chiqargan holatda mana shu yerda turgan eng yaxshilarni chiroyli tabriklaymiz bugun. O'zi avvalambor bu birinchi ligada, ya'ni chempionat davomida o'rin emas, qatnashish eng oliy daraja. Esdan chiqarmaymiz, qatnashish eng oliy daraja. Ishtirok etish eng oliy daraja deb o'zim uchun bilaman. Lekin shunga qaramay, chempionat davomida birinchi o'rin, ikkinchi o'rin va eng yaxshilarni taqdirlash bor narsa. Bo'lmasam boshladim, eng yaxshilarni taqdirlashi kerak. Xo'p. Demak, Gulbahor futbol ligasi, birinchi liga, 4-mavsum. Kelajagimiz yoshlar qo'lida. Eng yaxshi yosh o'yinchi deb Keskin jamoasi Azamatni deb tanladi. Marhamat, Azamat. Ana endi Gulbahor futbol ligasini birinchi liga 4-mavsumning intizomli eng yaxshi jamoasi FK 700 jamoa. Jamoaning sardorini taklif qilamiz. Marhamat. Xo'p, ana endi eng yaxshi murabbiy va sardor. Bu Borussia Dortmund, Jo'ray Bahodir. Marhamat, o'g'lim. Xo'p, ana endi bizda intizomli o'yinchi nominatsiyasi bor. Intizomli o'yinchi, meni o'zimning shaxsiy fikrimga qarab intizomli o'yinchilarni jamoalardan saralab olganman. Xo'p, ularni birma-bir chaqirsam. Marhamat. Al-Nasr jamoasidan Sherbek. Marhamat. Intizomli jamoa. Chelsea jamoasidan Akmal. Marhamat, Atijon. Shoh ko'rdim men shoh chetda.
intizomli o'yinchi. Ha, bu o'yinchini birinchi davrada men juda ham hurmat qildim, juda ham yaxshi o'zini ko'rsatdi. Ikkinchi davra men bu o'yinchini ko'rmadim. Balkim o'ynaganda juda ham xursand bo'lardim. Keskin jamoasidan Fathulla, marhamat. Intizomli o'yinchi Borussia Dortmund jamoasidan Rustamjon, marhamat agar bor bo'lsalar. Intizomli o'yinchi Fiki 700 jamoasidan Azizbek bormilar? Fiki 700 jamoasidan men ko'rdim. Kapitan. Xo'p, men ko'rdim bu o'yinchi keldi, intizomli o'yinchi deb. PSG jamoasidan Seyit Aziz bormi? Ko'rdim, keldi. Xo'p, Sho'rolisoy jamoasidan bu Azamat, marhamat Azamat. Intizomli o'yinchi. Da o'yinchini ko'rmadim, kelmadi. Ziyovuddin, Chelsea jamoasidan. Marhamat, Joji. Xo'p, intizomli o'yinchi Xo'jobod jamoasidan Murodjon, bormi Murodjon? Xo'p. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat. Masalani intizomiylarga qarab, mana shu o'yinlarga qarab, intizomli o'yinchi nominatsiyasini berdim, topshirdim. Keyingi chempionatlarimizda ham, keyingi o'yinlarimizda ham shunaqa faol ishtirok etishingizni so'rab qolaman. Kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Ana endi sentyabr, avgust, sentyabr, oktyabr o'yinchilar, eng yaxshi o'yinchilarini sizlar bilan taqdirlab borsak. Marhamat. Gulbahor futbol ligasi 1-liga 4-mavsumning avgust oyining eng yaxshi darvozaboni deb Ahmedov Samandar. Marhamat, Zangapa. Avgust oyining eng yaxshi o'yinchisi deb Qobilbekov Shahzod Xo'jobod jamoasidan. Marhamat, Shahzod.
avgust oyining eng chiroyli gol sohibi Usarov Muslim Barlos jamoasidan agar bor bo'lsalar, chetda bo'lsalar, marhamat. Demak, sentyabr oyiniga o'tamiz. Sentyabr oyining eng yaxshi darvozaboni. Sentyabr oyining eng yaxshi darvozaboni bu Shavkatov Muhammad Bilol Al-Nasr jamoasidan. Marhamat, sentyabr oyining eng yaxshi o'yinchisi nominatsiyasini haqiqiy o'yinchisi eng yaxshisi bu Mansur Shohjahon Chelsea jamoasidan. Qimmat tushib ketdingizlar. Xo'p. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu yerda tanish bilishchilik yo'q. Hammasi shaffoflik va halol o'tmoqda. Xo'p. Ana endi sentyabr oyining eng chiroyli gol sohibi bu Xo'jobod jamoasidan Mirjalol, marhamat. Xo'p, demak, oktyabr oyining eng yaxshi darvozaboni Raimov Otabek. Keskin! Oktyabr oyining eng yaxshi o'yinchisi Shavkatov Muhammad Kamol bu Al-Nasr jamoasida. Oktyabr oyining eng chiroyli gol sohibi o'zi ham biladi. Shotmonov Shamshod. Bu nominatsiyani, mana shu Shotmonov Shamshod nominatsiyasini o'zi ham bilardi. Sababi men shunaqa video yasadim. Eng yaxshi chiroyli gol har bitta oyga eng chiroyli yaxshi gollarni yasab, o'zim uchun arxivga Telegram gruppaga tashlayman deb gruppaga tashlab yuborganman. O'shandan kapitani ko'rib olib, o'shani olib Instagramga qo'yganimda men juda anaqa bo'ldim. Baribir berdim Shamshodga. Молодец. Сразу o'chirib tashladim, lekin o'sha oyotdi, o'sha gap yo'q. Yaman! Jamal. Mindik. Xo'p, boya xabaringlar bor, Muslim degan o'yinchi kech keldi. Marhamat kelsa, agar shu insonga men chiroyli sovg'am bor edi, agar ko'rsatib bersanglar.
Abdullah Müslüm'ü Müslüm o'zimga o'xshagan murabbiy mana shu 2013-yilda boshlagan bo'lsam, hali ham murabbiylik sohamni davom ettiryapman. Qolganlarni ham ko'rganman, mandaqa boshlab tugatib o'rganlarni, lekin молодец, mana shu Müslüm hali ham shu murabbiylik sohasini o'tyapti. Nima deydi? Uni yeydigan noni shu. Shuning uchun men o'zim chin ko'ngildan sovg'am bor edi, shuni berdim. Yana noto'g'ri o'ylamanglar. Xo'p, demak, eng qiziqarli joyga keldik. Ya'ni chempionat davomidagi eng yaxshi o'yinchi, eng yaxshi darvozabon, eng yaxshi to'prar va eng yaxshi himoyachilarni aytib o'tsam. Tayyormisizlar? Xabaringlar bor. Eng yaxshi o'yinchiga o'zimdan atab mana shu $100, ya'ni 1,200,000 so'm pulni hadya sifatida topshirishni niyat qilib qo'yganman. Demak, boshladik. Darvozabondan boshlaymiz. Marhamat. Gulbahor futbol ligasining 1-liga 4-mavsumining eng yaxshi darvozaboni. Bu men ko'rmayapman, u kelganmi yo'qmi ko'rmayapman. Raimov Otabek, marhamat. Xo'p. To'prar. 1-liganing eng yaxshi to'prari, hammanglar xabardorsizlar, bilasizlar. Bu Shamshod, Shodmonov Shamshod. Marhamat. Eng yaxshi himoyachini men Xo'jobod Yodgorjonov, Samandar, bormilar? to'p sohibi egasi. Eng yaxshi oltin to'p sohibi egasi. Hammaga qiziqarli. Bu Al-Nasr Shavkatov Muhammad Kamol. Marhamat.
bunaqa nimaga qo'ymagandim. O'zlaridan mana shu turnir haqida bir og'iz marhamat. Darvozabondan boshlaymiz. Darvozabon Otabek, Gulbahor futbol ligasi 1-ligasini mana o'zing ishtirok etding, chiroyli yakunlab oldik. Shu haqida 2 og'iz o'zingni fikrlaring. Assalomu alaykum hamma futbolistlarga. Avvalambor tashkilotchilarga rahmat, Rasul aka. Aka, bundan ham zo'r chempionatlarga boring. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin aka. Nima niyat qilganmisiz? Ota-onangizni, oilangiz baxtiga sog' bo'lib, o'yinga keladigan bo'lsak, har bir o'yin chiroyli bo'ldi. 5 ga 5 format, juda yangi yo'lga birinchi olib kirgan odam ham Rasul aka bo'ldi. Bu chempionat juda kuchli bo'ldi. Hamma o'ynadi, mehnat qilgan odam mana mehnat qilib samarasini oldi. Aka, rahmat. Qolgan komandalarga ham Boksinglarda, Superligada hammaga omad. Rahmat Otabek, marhamat. Ke Samandar bilaman, buncha ko'p gapirmaydigan bola, o'zingni kichkina fikrlar. Chempionat haqida. O'yinlar yaxshi bo'ldi, hammaga omad. Keyingi turnirlarda qatnashib yutinglar hammaga. Rahmat. Shodmonov Shamshod, marhamat. Shamshod, o'zingni kichkina fikrlaring. Ana shu fikring Instagramdagi roliging haqida kichkinagina. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Eng birinchi tashkilotchilarga, Rasul aka sizga kattakon rahmat. Shunday chiroyli turnirni uyushtirganingizga. Nima deymiz? Hamma o'yinlar chiroyli bo'ldi va hamma o'yinchilar, hamma komandalar maza qildi bu 5 ga 5 formatda. O'sha intervyuda ham aytib o'tganman, bu turnir boshqa chekkada o'tgan turnirlardan alohida tema. O'zi tushunda hamma. Adis. Konto. Maratar o'rtaga turadi. Muzika, DJ. Marhamat, kelinglar. Hammalarga ko'pkon rahmat. Avvalambor rozi bo'linglar. Mana sog'u salomlardan, keyin hammasidan rozi bo'linglar. Xo'p, ana endi davraga Pizovoy, ya'ni 3-o'rin sohiblarini Borussia Dortmund jamoasini davraga birinma-ketin taklif qilamiz. Marhamat. Bahodir aka bu
3-chi o'rin sohibi jamoa sardori Bahodir akamdan 2 og'iz so'z. Marhamat, endi ozgina sabr qilib turamiz, yor birodarlar, og'aynalar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli jamoalar. Rasul, sizga ham katta rahmat bu o'yinlarni tashkillashtirganingizga. Keyingi o'yinlarda ham davomli qilsin. Hamma komandaga omad tilayman. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Zo'r o'yin bo'ldi. Hammaga katta rahmat. Zo'r intrigali o'yin bo'ldi. Alohida keskin jamoasini tabriklayman. Jamoaviy o'yin qildinglar. Rostakamga matonat ko'rsatdinglar. Birinchi o'rinni oldinglar. Sizlarga hammani havas keldi, havas qilganlar keyingi o'yinlarda birinchi o'ringa erishish nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishamiz. Qadriga sizga ham rahmat, salomat bo'ling aka. Aymay vaqtingizni aymay kelganingiz uchun. Xo'p, bu jamoa Borussia Dortmund jamoasi shu birinchi liga yakunlashiga 3 ta yoki adashmasam 4 ta o'yin qolganda bularni mag'lubiyatini 2-1, ya'ni Al Nasrga 2-1 yutqizib qo'ygan mag'lubiyatini даже hammalar bilan yaxshiman. Men o'zim hazm qila olmadim. To'g'risi, bunaqa kuchli sostav bilan Al Nasr jamoasi keldi, 2-1 ga urib ketdi. O'sha 2 ta golni urgan inson mana bugun oltin to'p sohibi bo'ldi. Nima uchun? Sababi bularni birinchi o'rindan mahrum qilgan ana shu oltin to'p sohibi egasi bo'ladi. O'sha insonga bir qarsak chalib qo'yamiz. Agar bu meni o'zimning shaxsiy fikrim bo'ladi. Yana menga hech kim bu narsani ta'kidlab o'tmagan. Men bu tashkilotchilikni bir o'zim qilaman. Menga yordamchi yoki maslahatchi yo'q, bir o'zim qilaman. Shuni inobatga olgan holda, men Bahodir akani o'zi ham masalan hozir mikrofon bersam, o'zlari ham tan olib aytishlari mumkin. To'g'rimi Bahodir aka? 2-1 hisobi sizga emas, menga alam qildi. Ishonasiz, menga taji og'ir botdi. Bu kuchli sostavingiz bilan Al Nasr men kuchli Slavik komanda demayman. Nu Al Nasr keldi, 2-1 yutib ketdi. Men hazm qilmadim aka. Aka rozi bo'lasiz hammasiga? Albatta, hammasi Allohdan aka. Rahmat. Xo'p, ana endi kutilmaganda ikkinchi o'rinni kutilmaganda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa bu Xo'jaboy jamoasini davraga taklif qilamiz.
Xo'jobod jamoasidan, Xo'jobod jamoasi sardoridan 2 og'iz chempionat haqida nima deymiz, o'zini shaxsiy fikrlarini eshitamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, tashkilotchilarga, futbolchilarga, muxlislarga, hammanglar xush kelibsizlar. Chempionat o'ta a'lo darajada o'tdi deb hisoblayman. Men bunaqa chempionat bo'lmagan. Bo'lmasa ham kerak bunaqa chempionat. Rasul akam nomerading juda ham zo'r musobaqa. O'yinlar ham zo'r bo'ldi. Munosiblar birinchi o'rinni oldi. Tabriklayman Keskan jamoasini. Malades. Keyingi o'yinlarda hammaga omad tilayman. Bunaqa chempionatlar ko'payaversin. Rahmat. Mana endi mana shu chempionatni adashmasam bitta mag'lubiyat bilan yakunlagan Keskan jamoasini davraga taklif qilamiz. Marhamat. Turasizlar. Endi mana shu taqdirlash marosimini eng qiziqarli jarayonni sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Keskin jamoasini, jamoa sardorini davraga taklif qilamiz. Kubok topshirish marosimini birgalikda o'tkazamiz. Keskin jamoa sardorini marhamat kelsin oldimga. Abdulloh avvalambor ana shu kubok hamma jamoaga nasib qilsin. Deyarli hamma jamoa shu kubokni ko'tarish hammaga nasib qilsin. Mana shu kubokni ko'tarish, mana shu kubokni qo'lga kiritish barchaga nima deyman, tilab qolaman. Faqat halol, shaffoflik o'yin bilan tilab qolaman. Niyat qilaman. Xo'p, Abdulloh marhamat. Mana shu Keskin jamoasi ana shu kubokni qo'lga kiritgani bilan chin dildan tabriklayman.
kelasi yil xudo xohlasa Keskin jamoasi, ya'ni Keskin jamoasi, Borussia Dortmund jamoasi, Xo'jaobod jamoasini Superliga o'yinlarida ishtirok etishini xohlab qolaman va ularni tabriklab qolaman. Superligada ham Keskin jamoasi, Xo'jaobod, Borussia jamoalariga omad tilayman. U ligani ham yondirib yuborishinglarni chin dildan xohlab qolaman. Marhamat, o'zingizni jamoangiz bilan birgalikda Yoshlar jamoasi chempion!
ketdik. Videoga qarabdi. Chal. Original. Tabriklayman. Chempionlar dushi. Champion akaga. GFL nomer 1. Rahmat.